O'zbek Invest sug'urta kompaniyasi sug'urta da'volarini ko'rib chiqish departamenti hamda O'zbek Invest Assistance kompaniyasi yangi binoga ko'chdi. Ko'koloqdagi to'rtta binosi O'zbek Invest bosh ofisi bu yerda joylashgan. Bu yerdan Qo'zg'olon masjid tomonga qarab yuramiz. O'ng tomonda Bunyodkor stadioni, chap tomonda G'ofur G'ulom parki. Qo'zg'olon masjidi chorrahasidan chapga burilamiz. Biroz yurib orqaga burilamiz. O'ng tomonda avtoturargoh bor. As-Saxiy marketi ham bor. Shu yerdan kiramiz va 3-etajga chiqamiz. Liftda ham chiqsa bo'ladi. O'zbek Invest sug'urta kompaniyasi sug'urta da'volarini ko'rib chiqish departamenti chetida joylashgan.